Aka, sizga ham, bizga ham eng kamida xuddi shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. Bugun yangi obyektimizga keldik. Juda chiroyli proyektda bitgan, Uglovoyda joylashgan 206 sotix. Binoyimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 312 kvadrat. Uglovoyda bo'lganini hisobiga yonida ham bitta bemalol ikkita mashina qo'ysa bo'ladigan joyi bor. Yashil maydonli qilib qo'yilgan. O'zini palivlar bilan hovlimizda bo'lsa, mana shu ikki yon taraflama yashil maydonimizda qilingan. Bu bizani kiruvirish darvozamiz. Endi hovlimizni ichiga o'tamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hovlimizga kirib keldik. Ko'rayotganingizdek, fasadlarimiz juda chiroyli bo'lib yonib turibdi. Videoning oxirida hovlimizning narxini aytaman. Unga faqat mashina kirmaydi. Mashina olib chiqib ketiladi. Hovlimizning ichiga ham ikkita katta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. O'rtada yashil maydon. Kirganimizda chap qo'limizda bo'lsa yozgi oshxona, o'choq qozon, barbekyu zonalarimiz, gaz plitalarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Joylashgan joyga keladigan bo'lsak, Olmazor tumani Oxunboboyevda joylashgan bu hovlimizda. Ichkariga o'tamiz yoki remontni, planirovkani o'zingiz bitib ko'rib o'ting. Asosiy xonadonimiz. Kirib keldik. Aka, mana bu hovlni qarang. Shunaqa yop-yorug', yorqin rangli ishlatilgan chiroyli hovl qismimiz kutib oladi sizni. Divanli zona qilasiz, televizorli zonalarimizgacha joylari qoldirib ketilgan. Xonadonimizga kirdik, bizani o'ng qo'lda oshxona qismimiz joylashgan. Zo'r tarafi yoki uglovoyga qarang. Bu yoqqa oynalari qaragan, ko'cha tarafga, hovli tarafga, mebel, texnika hammasi tayyor. Mana bu yoqqa sensorlarigacha qilib qo'yibdilar. Qo'lingizni bunday yurg'izasiz, podsvetkalari yonadi, yana qaytib yurg'izasiz, o'chadi. Undan tashqari nobodosiga mana bunaqa включателлarigacha xullas qo'ydirib ketilgan. Juda chiroyli yechim, yop-yorug' qilib qo'yilgan. Ranglari ham kollaboratsiyasi juda chiroyli chiqqan. Mana shu ranglar tepada ko'rayotganingizdek patologlarimizgacha ishlatilgan. Xo'p, xonadonimizga kirib keldik. Ikkinchi qavatga chiqarish, pastga tushirishimizni ro'paramizda bo'lsa, bizani zal qismimiz joylashgan. Bitta katta zal, orqa hovliga oynalarimizni qaragan, orqa hovlimizga ko'cha tarafdan ham kirsa bo'ladigan eshiklarigacha qoldirib ketilgan. Bu bizani общий sanuzyulimiz, birinchi qavat uchun. Shunda yonida bo'lsa, yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan spalnamiz joylashgan. Oynalar ko'cha tarafga qaragan. Har bitta xonada televizor, antenna, Wi-Fi'lar uchun sharoitlarimiz qoldirib ketilgan. Yo'lagimizga xullas gap so'z bo'lish mumkin emas. Oynali burchak, lustra, podsvetkalar, mana bu zinaga o'xshab birma-ketdan pastga tushadigan qilib juda chiroyli qilib qo'yibdilar. Xo'p, birinchi xonamiz, ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan neoklassika. Ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsa yo'q. Balkonga chiqadigan bitta eshigimiz bor. Yonimizdagi yotoqxonada yana bitta eshik bor. Hozir uni ustidan ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatimizdagi bu bizani ikkinchi xonamiz. O'zi yop-yorug'da ko'cha. Akam mana bu to'mni oynalar qo'yganlar, mana ochib qo'ysak ko'rasiz, yorug'lik kirishi juda yaxshi. Ana tonirovka qilingani oyna bilinib turibdi. Bu yerda bo'lsa ikkinchi eshigimiz, xullas ikkita xonadan shunda balkon tarafga chiqsa bo'ladi. Balkondan mahallamizning ko'rinishi juda chiroyli mahallalardan bittasida joylashgan uyimiz. Xo'p, bu bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan общий sanuzyulimiz. Ikkinchi qavatimizda bolalar uchun mo'ljallangan 3-yotoqxonamiz bo'ldi. Endi 3-spalni birinchi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Keyingisi bo'lsa, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz va bu yotoqxonamizning ichida o'zini sanuzyuli bor. Sanuzyuli dushvayasi bilan. Shuna yonida bo'lsa, bu yerda garderobnisi ham qilingan. Eng pastki qavatimizga shunday tushib kelishimiz bilan akam mana shunaqa chiroyli namozxona qilib qo'yibdilar. Inshaalloh har birimizning uyimizda eng kamida bitta shunaqa xona bo'lishi nasib qilsin. Juda chiroyli chiqibdi. Masjidga stroyni shkaflarni yasattirib, kitoblarni qo'yib qo'ysangiz juda chiroyli bo'ladi. Shunda namozxonamizning yonida bu yerda o'zini tahorat qilish uchun sharoitlari qoldirib ketilgan. Keyin bu yoqda bizani prachkamiz joylashgan, prachniy komnatamiz. Yonida bo'lsa, bu bizani kotelimiz. Mana shu 312 kvadratli binoyimizning isitish tizimi joylashgan va yonida bitta zal. Bu yerda o'zingizga moslab turib kinoteatrmi yoki pastga bitta zalmi oshnaxonalar bilan o'tiradigan joy bemalol qilib qo'ysangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $335 ming startoviy so'ralyapti. Ozgina o'tib beradigan joy bor. Ko'rdingiz.
rosa mehr berilgan, hamma даже cho'killarimizga, fasadlarimizgacha rosa mehr berilgan. Okamni o'zlari qurganlar, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kelganingizda hammasini to'liq tushuntirib beradilar. Masalan, qurilish tushunadigan tanishingiz bo'lsa ham, olib kelsangiz, hamma savollarga javob beriladi. Uyimiz, xudo xolasa 99% sizga yoqadi degan umiddamiz. Primoy o'rtada hech kim yo'q, joyi egalarining telefon raqami videoni описаниесida.